Laxim joyi 125 ming. Orsu bozor go'shtlar narxini ko'ramiz. Biqini 110 ming so'm. To'shlari 100 ming so'mdan. Bu mesli go'sht. Qo'y go'shti 120 ming so'm. 75 ming so'm dumba. Mana bular 70 ming. 135 ming so'mdan sifatli go'shtlar. Mana mesli go'shtlar 135 ming so'mdan. Qadrli obunachilar, go'shtlar narxlariga nima deysizlar? Sizlarda qanaqa bo'lyapti go'shtlar narxi? Mesli go'shtlarimizni 120 ming so'mdan. Bu joyi 93 ming so'm ekan. Bu joyi 115 ming so'm ekan. Go'shtlar 135 ming so'm bo'lyapti o'rtacha narxi. Mol tili 85 ming so'm 1 kilosi uchun. Mana dumla 120 ming so'm kilosi. 25 ming so'm mol yog'i. Bu iliklar 8 ming so'm ekan. Mana bu ilik 10 ming so'mdan kilosi. Layklar bosib, podдержка qilib turgan do'stlarim, sizlarga alohida rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.